观众朋友们，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台和新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第5季培 video 丝绸之路之声第3阶段考核赛。我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi bog'liqchi ustozlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgan Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Bug'ra madaniyat taqiti chekilish shirkati birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r universal san'at programmasi 5-qarar Video Ipak Yo'li sadosining 3-bosqichi imtihon. Biz bugungi imtihonimizni Yangi Nur gruppasidan boshlamoqchimiz. Qanundaqda ustozlar bilan tanishib chiqayli. Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonlik partikom tashviqot bo'limining sobiq muavin kuzatuvchisi Xinjiangqa apandim xushkepsiz qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajali kompozitor ataqliq naqshchi Xinjiang moda muzika jamiyatining muavin boshlig'i, madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi Oblat Oblikim muallim qarshi olamiz. Xushkepsiz. Xinjiang san'at sho'yanining naqshi o'qituvchisi, lektor Ayshugul Muhammad xonim xushkepsiz qarshi olamiz. Zamonaviy muzikchiligimizdagi yangi yo'l ochquchi, yosh kompozitor, naqshchi, Mavlana ansamblining qurg'uvchisi Mavlon Mamtimin muallim xushkepsiz qarshi olamiz. Xinjiang san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom muallim xushkepsiz Aygul xonim qarshi olamiz. Ko'rman do'stlar, bizning imtihon bosqichimizda bekitgan o'yin qoidamiz o'zgacharoq bo'lyapti. Ya'ni Abdulla Abdurim ustoz boshchiligidagi Video guruhida qolib qolgan 4 nafar mayirimiz qolgan guruhdagi birdan mayirdan o'zaro raqobatga tushdi. Shundaqla tanlandi yoki shalindi. Bu jarayonda har bir guruhdagi ustozning bir qitimliq alohida fursati bor. U bo'lsa-mu musobaqaga tushayotgan 2 nafar mayirni tang elib qilish va yoki tang shalib etish. Ammo bu fursat faqat va faqat bir qitim keladi. Shunlashqa har qaysi yetakchi ustozlarning fursatni g'animat bilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Uningdan boshqa har qaysi guruhdagi mayirlar o'zaro musobaqa qilish jarayonidami o'zaro birdan naqsh etish shaklda imtihon berdi. Barliq do'stlarning imtihon natijasining ko'ngildagidek bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Musobaqamizni rasmiy yo'sinda boshlab ketishdan ilgari Yangi Nur guruhidagi Arzu yetakchisi bilan tanishib chiqsak. Yaxshimsizlar ustozlar, ko'rman do'stlar. Bizning Yangi Nur guruhimizning imtihon bosqichi boshlanish oldi turibdi. Eng oldi bilan men sizlarga bizning Arzu yetakchimiz, bizning yaxshi ijodiyatchi, katta chalg'ulashtiruvchi, hamman ovozni yaxshi ko'radigan yaxshi naqshchi, bizning Mamtimin Rajab oilasining kenjisi, mening bir tuqqan inim Muhabbat Mamtiminni sizlarga tanishtirmoqchiman. Yangi Nur guruhining Arzu yetakchisi Muhabbat apandimni qizg'in qarshi olamiz. Muhabbat apandimni bir naqshiga sahnamizga taklif etamiz. Sahnamizga marhamat. Naqsham sahnada o'z chulasini topdi. Güzellikim Paridiyo yurishlik kirim buyumlari bilan julasini topdi. Paridiyo. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Video sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Hayalimden geçmedin sen yüreklerimde, her gün düşümde. Seni oylap sürmen şirin hıyar, sevgi uçkunu nurluk yüzümde. Yüreğimde yar senin ismin, yiğitlerini izlep ötemen. Kulağını veslinge gider Ziraqlağa elip gitey Ziraqlarga elip la gidey Her kulağını
kulungni vaslinga yetay Ziraqlaga elib gitay Ziraqlarga elib gitay Ber kulungni yuragimni Bismillah elib gitay Ber kulungni yuragimni Ziraqlarga elib gitay Ber kulungni yuragimni Bismillah elib gitay Ber kulungni yuragimni Ziraqlarga elib gitay Ekran aldidagi ko'rman do'stlar, ushbu damlarda diqqatingizda bo'layotgan 5-qaror Pavideo İpek Yolu Sadası programmasi. Programma gruppasining o'rlashtirishiga asosan Yangi Nur gruppasining 3-bosqich, ya'ni imtihon bosqichida mayirlarning o'zaro musobaqa qilish rad tartibi tovandikicha bo'ladi. Ya'ni Olim Abdiz bilan Changrun bir gruppa, Ahad Maham bilan Nazar Turdi bir gruppa, Mehmetcan Mijit bilan Amir G'olib bir gruppa, Subi Anvar bilan Chin Chin bir gruppa. Qanundaqda mayirlarimizning tayyorligi bitgan bo'lsa, sahnimizga marhamat. Bizning gruppimizdagi Mehmetcan bilan Parideo gruppasidagi Wang Chao mahirimiz ikkisi raqobatga tushib, birdan ayrim naqsh aytilgan bo'ldi. Biz sahibxon bo'lganligimiz uchun men oldi bilan bizning Mehmetcan Mijitni sahnaga taklif qilaman. 大家好，我是美美弟酱。Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Mehmetcan Mijit bo'laman. İpek Yolu Sadası programmasi bizga kam sahna hozirlab berdi. Shu orqali xalq bilan yuz ko'rishib o'zimizniki qimmatini o'zimizniki belgilik bir iqtidorni joriy qildira oldik. Jamiyatda ta'siri yaxshi bo'ldi. Musobaqa qatnashgandan keyin musobaqaning ta'siri favqulodda yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Atrofdagi do'stlarimizniki mayli urug' tuqqan do'st birodarlar bo'lsa, masalan, muomala shunday yaxshi. Burun hamda naqshini chiqib aytib ketsa bo'ladi, ovoz bo'lgandek aytib bo'ldi deb o'ylaydim. Keyin ham musobaqa qatnashgandan keyin ham bu yerda ustozlarni ko'rdik. Hamda mush kasbda o'qiganlarga yaxshi kasbdosh do'stlar bilan fikr almashtirish orqali buni mana salmoq ig'ir bo'lma bir ilm fanning bir turkaligini his qildik endi. Ular ustozning yetakchiligida az bo'lmagan bilimlik ega bo'ldik. Mayli bu qitimqi bosqichda tanlamay qolgan qadamni endi qanaq etmanish o'zimizga bog'liq deb o'ylayman. Mayli tanlamay yashalib ketaymiz ki ular ustozlar tunishib olganimdan o'zlariga nihoyatda bir men uchun bir cho'ng g'alaba deb o'ylayman. Keyin shunday mayda ovoz qilish, muzika akkordlashtirish jihatda nurg'ulg'an bilimni o'rgansam ekan deb arzuyim bor. Şinjan Elqanat xabarlashi mayirlarga omad tilaydi. Bir qatar aslima xiyolimdan bir-birlab o'tar qatar aslima xiyolimdan bir-birlab o'tar ba'zisi dilni xush qilar ba'zisi pinhon yig'latar ishqida har dam aslatar muhabbat muhabbat ba'zisi dilni xush qilar ba'zisi pinhon yig'latar ishqida har dam aslatar muhabbat muhabbat
her dikişi çeker dildarım Buncuret kırgınım her dikişi çeker dildarım Yürekte fakat sen barım Bir körmekni ister bu canım Red kılmığın gönül izharım Muhabbet, muhabbet Red kılmığın gönül izharım Muhabbet, muhabbet Candır aziz körgünüm Tikensiz güldep üzgünüm Candır aziz körgünüm Tikensiz güldep üzgünüm Etna savar keçkini Kayıt kılmazdım ketkini Sebep aşkar kılmadım Bir vapa muhabbet Cevapsızma neyleyin nitay bir vapa muhabbet Bir vapa muhabbet Bir vapa muhabbet大家好，我是丝绸之路之声第5季的选手王超。由于第2轮在比赛过程当中呢，导师没有选中我，但是呢，非常感谢阿卜杜拉老师，又选中了我。因为曾经参加过节目，和阿卜杜拉老师有幸能成为师徒，所以这一次阿卜杜拉老师又选中我成为他的学生，非常感谢阿卜杜拉老师，能让我再一次非常荣幸的成为他的学员。接下来比赛当中可能会抽签，会抽到一些其他导师的组的学员。无论抽到哪一个导师的哪一个学员，我都会在这个比赛当中认真努力的去唱好每一首歌。也希望和我 PK 的队员能够在比赛的过程当中发挥最好的成绩，能够唱出最好的自己。 Şinjan Elqanat xabarlashi Mayırlarga omad tilaydi. Tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zir mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Payvideo savdo cheklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmani rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash app detali alohida talab qildi. Rayonimiz savasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Şinjan Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlik o'rnatdi. Programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari, shundoqla tartuq yurishlik ko'lalarimi alohida qo'lladi. Bu programmamizga sartan algat shifasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yengnur biopantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Biz yuqorqi shirkatlarga egilib turib minnatdorligimizni bildiramiz. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash app detali Mayırlarga omad tilaydi.
Sambileler savuştu sabah Vaydini boylap taşıklar Nağminga qo'shlar çaldı muqam Zıpmı çirayli keldi baha Nağminga qo'shlar çaldı muqam Zıpmı çirayli keldi baha Çilgigen kolga gülsen qara Tekşi çilgen güpgen qara Bir-biridi oz tayzidula Zıpmu çirayli keldi baha Nağminga qo'shlar çaldı muqam Zıpmu çirayli keldi baha Cismen musulu mu boldu Zıpmu çirayli keldi baha Cismen musulu mu boldu Zıpmu çirayli keldi baha Sulama. Suga o'xshamamsa. Isil narsadan bir suv adash. Yoshing badam quvvat ichimligi. Ussuzlik ham quvvat. Rahmat. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Shinjang Yashin tibbiy dorigarlik chekli shirkati mayirlarga omad tilaydi. 感谢王超给我们带来的精彩表演。王超bir minnatdorligimizni bildirib javob bersak rahmat. Yaxshi. Undan boshqa Mehmetcan o'zining naqsini ajoyib yaxshi ijro qildi deb o'ylaymiz. Biroq kasbiy jihatdan baholarni va yak tavsiyalarni bizning ustozlarimiz berdi. Aychigul muallimning tavsiyasini anglab boqaylik. Mehmetcan Mejid chiroyli naqsh aytdi ekan. Endi Wang Chao'ga kelsak, bu naqshi cho'ng naqshlar qatori kirdi. Rasmiy naqshchini sinaydigan, andiki ovoz, imkon, uningdagi mush naqshlarni bir taraf qilishga qobiliyatlarni endi Wang Chao shundoq yaxshi aytib kelyapti. Afsus bir ishga yerda baldo kirib oldi. Meniki tavsiyam Mehmetcan. Rahmat. Shundaqda Abdulat muallimning tavsiyasini anglab boqaylik. Isil. Her işkili mayır adetlik mayır emas. Her işkililen güçlük. Bugün benim kalbimdeki Mehmetcan'daki nakşı etiştiki ahvalıda biraz aldığınki gruptaki aldığınki basqıçtaki ahvalıga qaraganda biraz özüne taze rahat koyup vermeye kaldı dep oyladım. Hem de Wang Chao'nunki muş Uyghur tilida onun üstüne şundaq ravan. Ben tekstini unutup kalan desem, ular da bir işke baldo kirip qilish bo'ldi, lekin uni o'ngshab o'tib ketdi. Undaq bir müdirish, undaq bir tiqilish bilan o'zini yo'qotib, keyinin topolmay qoldigan ahvol bu. Xatarlik ahvol. Menimcha Wang Chao yana uduqma jiddiylashmaydi, yana shu joyda keyingi taraflarni mas'uliyatchanlik bilan aytib tugatdi. Bugungi amaliy ahvoldagi ifodada mening tanlashim, mening tavsiyalarim Wang Chao. 雷子老师推荐的是您，他觉得您今天的表现相对可能稍微好一点，而且他相对你还是挺满意的。于老师的意见是什么呢？我们一起来听一下。我可以看出来你特别喜欢这首歌，是吧？对。刚才你唱的时候，我也觉得你把握的特别好，这首歌你就唱的特别自信的样子来唱这首歌了，而且基本上很完整，但是中间就是快了一些哦。对对对。挺完美的，特别好，我很喜欢，谢谢你。谢谢老师。Mehmetcan'niki ifodasiga kelsak, Mehmetcanning ma'vilqi vibrato deymiz, chayin ilqi vibratoni bak chiroyli ekan. Nafas bilan shu vibratoni ilqi tang
dang chiqirib mağdı ekan-chu. Amniyatma chayin bekçik naqshchilarimiz ya bek aşırı qaldı, ya bek az berip qaldı-chu. Azroq masala chiqib qaldi-yu, lekin yana odamga shundoq yoqdi. O'zingizga asarni bek yaxshi tanlabsiz. Mevlan ma'lumga hamda oxirgi tavsiyalarim Wang Chao。接下来让我们一起来听一下沈老师的推荐。我完全同意以上各位老师的评价，他们评价的都非常客观。二位歌星都不是一般的歌星，我赞成这个评价。确实二位唱的都非常好，唱的都非常好。麦麦讲的这个感情也非常到位，他是一听呢，他的这个功底很深。这个王超呢，没专门学过维语吧？没有。他能够唱到这个程度，用维语就是用把这个原唱为我而民歌，而且是一首大歌，唱到这个水平，确实不容易确实不容易。所以呢，我最后我也同意各位老师推荐王超。感谢沈老师的推荐。那最终选择权还是在我们的 Mevlan 老师的手上。那我们最终先听一下他的梦想导师 Mohabbat 老师的推荐好吗？谢谢两位选手。对于王超我多的不说，感觉他唱的味道特别地道，很喜欢。Mehmetcan'a gelsek, Mehmetcan men üzem şahsen bek yaxşı görülen icadiyetçi, muzikant hem naqshchi. Başta hissiyatqa bize asti kirgan bo'lsa-mu, keyin ras naqshdan bek huzurlandim. Bek yaxshi yetkizib etdi. Men Mehmetcan'ı tavsiya qilaman. Bundan Mevlan efendimning eng oxirgi tanlishiga birlikda quloq solib boqaylik. Marhamat. Wang Chao'ning shu bir naqshini ügünüp, tekstlerini joyida, gaplarini aniq qilib, ügünüp müşahede etganda men bek ta'sirlandim. Ondan Mehmetcan'a kelsak, Mehmetcan o'zi bir qaltis ijodiyat qildigan bir ijodiyatchi. Ham o'ziga xos uslubi va o'ziga xos alaylik va bir yaxshi naqshchi. Men bugun hamda Ikkil Mahirning ifodasidan nihoyatda yaxshi ta'sir oldim. Qani undaqda Mevlan muallim, sizning eng oxirgi tanlishingiz? Mening eng oxirgi tanlishim aldıq filmla ilansız, süzük, yenilişsiz. Vakalatçı bu taqıtıp kirim qılalaysiz. İzleş tercümanı devlet ortak dili yazığı ügünüşteki en önümlük detal. 200 mingdan artıq sözlük ambir seplengen. Aqli iqtidarlıq. İzleş kirgizgüç, qolaylık ve köp iqtidarlıq. Tercüme iqtidarı ve çolpanlarına çıray ifadesi qoşulgan. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan, davlatning yeshil yemeklik ijozatnomasiga erishgan, har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yong'oq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yong'oq quvvat ichimliklari. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Men
arzigin xandan. 30 yillik san'at hayotimda yuzlagan naqshlarim minglagan yuraklarda po'rakladi. Ammo men xoslig'im va birli o'zim uchun birli mahsulotni tanladim. Sartan qizil alga ayollar tish pastasiga Sayram gulning qizil algasi ishlatilgan bo'lib, tishni chingitish, oqartish, tish milkini qo'g'dash, tish paqiraqligini asliga keltirish xususiyatiga ega. Ayollarning xos buyumi Sartan qizil alga ayollar tish pastasi. Dehqon o sehi tabiat qo'yindan hosil yiquvchilardir. Dehqon kangir ketgan etiz qirlarida pijg'irim issiqning taptida kuyib, chekisdan oqqan tarlar bilan hayot bo'stonligimizni sug'arg'uvchilardir. Dehqon so'yimli, dehqon jafokash, mehnatkash dehqonlarimizning ajri bo'ston o'g'utlari bilan hosil bergusi. Sartan alga tish pastasi qatorliq patentliq oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur Biopan texnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Mehmetcan. Muborak bo'lsin. Mehmetcanga omadlar tilaymiz ham texmi yaxshi tayyorlik ko'rishini qilamiz Mehmetcan. 先下去做准备。其实我们很多次在这个舞台上见面，也是一个老朋友了，应该算是。今天再次见到你也是非常的高兴，尤其是你给大家带来的这么好听的一首老曲，让我们非常的惊讶，也是让我们非常的听起来很舒服的一个感觉。那今天很遗憾，可能在这个比赛中成绩没能如我们所愿。那现在此时此刻，你有什么想说的吗？首先，非常感谢丝绸之路之声这个平台，让我在这里展示了自己。我觉得，因为首先我是特别喜欢咱们新疆的民歌，然后能够在这样的非常大的舞台上演唱维吾尔语的歌曲，也是我的荣幸。感谢丝绸之路之声的栏目组，感谢我的所有的导师们，感谢阿依桂老师，感谢阿布莱老师，感谢阿依仙桂老师，感谢麦布兰老师。哇哦！感谢我的沈老师。感谢沈老师。其实我们也是希望今后有更多的互相学习、互相合作的更好的一些机会。我也希望跟你同台表演这个双语歌曲。好的，那希望在更好的机会里能相遇你，好吗？好的，好，谢谢，感谢。 qandarak ahvoling? Yaxshi, yaxshi. Ammo lekin sochlaring bek payz juma. Bir maxfiyatlik vaqti bugun deb biretay-a. Paridioniki ma chash yuz yo'qligi mana. Haqiqatan. Nochimam, 2 soat kelsan birni. Rahmat. Shuni ishlasam sochlaring menikidek son bo'lib ketdi. Rahmat, rahmat. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Bizim Olimjon bilan Jonrun ikkisi bir guruh bo'lganda Olimjon qarab turdi, Olimjon chiqsa bo'ladimi boshda? Olimjon chiqsin. Dajahol, o'sha Olimjon Abulisa. Yaxshimisizlar, ko'pchilik mening ismim Olimjon Ablis. Mush programmaga qatnashgandan buyon atrofimdagi nurg'un naqshchi do'stlar bilan tanishdik, ustozlar bilan tanishdik. Atrofimdagi boshqa mayirlarning naqsh etish alohidaligi, qattiq yumshoqlik, naqshiga hissiyat berish jihatda nurg'unlagan bilimlarni o'rgandim. Men budaq bosqichda tanlanay yoki shallanay, mening keyingi planim bo'lsa, yana davomli mush kasbimda yaxshi tirishib, o'sha sahnalarga ko'plab chiqib, xalqimiz yaxshi ko'rgudek bir naqshchi bo'lish orzuyim bor. Xinjiang Alqanot xabarlashi mayirlarga omad tilaydi. Birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Pavideo savdo-cheklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika cheklik shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. 4-chi darajalik mukofotga erishgan mayirni Beijing Tashqi xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi.
5. derecəlik mükafat erişken mayırını bolsa Şinjan Yeni Biopen Texnika çeklik şirketi 10 000 yuan kıymetideki altın mikrofon bilen tartıqlaydı. Biz barlıq mayırlarının manımı şununda katta mükafatlarga eriş için davamlıq tirişçanlıq gözçini çin yolumuzdan ümit qılımız. Beijing Taşqın Xalqara Pay Kontrol Güroyi, Taşqın Yürüşlük Sağlamlıq Məsulatları ve Tartuq Yürüşlük Kolaları mayırlarımızga amet tileydi. Aydın akşamlar Hayrleştik kulsunu vastan Nigarsın gözün yaşlandı Gitey dedi sen özün baştan Ay nigarım yıklama dedim Gözlerini yaşlama dedim Şahla gözüm bana bakanda Seni daim eslayman dedim Niçin bana ey güzel nigar Iraklarga gitmen dedim Gidip emdi Irak'a Arzuyumga yetemem dedim Aydın akşamlar Hayrleştik kulsunu vastan Nigarsın gözüm yaşlandı Gitey dedi sen özün baştan Ey nigarım yıklama dedim Iraklarga gitmen dedim Gidip emdi Irak'a Arzuyumga yetemem dedim Gidip emdi Irak'a Arzuyumga yetemem dedim 大家好，我是张润。丝绸之路之声已经到了第3轮的角逐了，我觉得越往后身上的压力越大，
感觉到现在都会有一点小小的激动和小紧张。希望到时候能有一个完美的表现呈现给大家。同时呢，我也非常感谢麦文兰老师，在这期间对我的指导。参加这次丝绸之路之声，对我印象最深的事儿就是，可能就是我们这个麦文兰团队这一大家子，我们这个相聚在一起，在麦文兰老师的这个工作室，大家一块儿排练、一块儿训练的时候的那一份场景吧。不论我们走到哪一轮，我们都能够继续这样子互相学习。也希望我们能够参加比赛这群朋友同学们都能够永远成为好朋友。Шинжаң Алқанат хабарлашы Майырларға Ахмет тілегі.灯火辉煌的街头，突然袭来了一阵寒流，遥远的温柔解不了京城，是否在随波逐流？夜深人静的时候，我就潜伏在你的巷口，梦是氢气球向天外飞走，最后都化作乌有。一个人在梦游，像奔跑的犀牛，不到最后不罢休。爱若需要厮守，恨更需要自由，爱与恨纠缠不休。我拿什么拯救？将爱付谁难受？谁能把谁保有心原味？的时候，我就潜伏在你的巷口，梦是氢气球向天外飞走，最后都化作乌有。一个人在梦游，像奔跑的犀牛，不到最后不罢休。爱若需要厮守，恨更需要自由，爱与恨纠缠不休。我拿什么拯救？将爱付谁难受？谁能把谁保有心原味？谁等待？我拿什么拯救？
Yaxshimi ustoz? Qanday ahvoling, yaxshidingmi? Siz bu Sertan Algaç pas obraz vakil bo'lib ekansiz, qandayroq ekan bu chispasda? Ras yaxshi qara. Qanday yaxshi desang, hozirgacha sen ishlatib baqqan chispaslarning hech qaysi o'xshamaydi mana bu. Ishonmasang bir ishlatib baqsan. Bo'ldi. Sertan Algaç pastisi qatarlıq patentlik oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Şinjan Yangi Nur Biopan texnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Növbətdə bizdənki 2 nəfər mayirimiz Yangi Nur qrupsiga vakolatan o'zlarining tayyorlagan naqshlarini bizga o'rlab bergan bo'ldi. Ya'ni imtihonini oyoqlashtirdi. Qani undaqda Ayşugul muallim, navbatda sizning bir tavsiyangizni anglab boqaylik. 我推荐的就是阿勒玛兹。好的，我们接下来我们一起来听一下其他老师的推荐。Abdel muallim。到了这一步，每一位歌手都是优秀。对。阿里木兄弟前几部的表现都挺好，挺不错。关于今天这个比赛场合现场的这个表现，我觉得姜润唱的这首歌，不管各个方面，我觉得他这个歌应该是就是孙楠是原唱，原唱是孙楠，我也是比较喜欢的歌手，而且这个歌也有难度姜润唱的挺好。开场到最后一直挺好，我的推荐是还是姜润。姜润老师，阿布莱特老师推荐的是您。接下来我们一起来听一下Aygül老师的推荐。 Alimjon sahnaga chiqib aytgan vaqtisida gerçi o'zini sal qo'yib o'tamgandek his qilgan bilaman, lekin ovozi shundoq turaqliq, boshdan oyoq hissiyotlarni ifodalashmi shundoq yaxshi, naqshinimi shundoq mukammal aytib berdi. Bak yaxshi o'rindadi. Endi Jangrunga kelsak, 你唱歌的时候你真是个会唱歌的人，特别享受，很美的一个享受。对，谢谢你。我的推荐是张润。感谢。 感谢Aygül老师。那最终结果出来之前，我们一起来听一下沈老师的建议。专业技术上面我不是太懂但是我可以听得出来，这个张润的这首歌呢，确实，原来我也听过，这是一首大歌，而且呢，这个他的那个味儿是唱得非常到位。阿勒木江唱的呢，这首歌呢，他唱得很平稳感情也比较到位。我推荐阿勒木江吧。推荐阿勒木江谢谢。好的，感谢沈老师。沈老师也是站在不同的角度讲出了自己的一个看法，让我们这个梦想导师说一下自己的一个推荐或是想法吧。我觉得他们在舞台上演唱这首歌的时候，他们也在享受。我在这边听，我也在享受。所以也在跟唱，在默默的跟唱，默默的对，谢谢你们。然后我的建议是张润老师。张润老师。OK， 好的，那现在大家都大概知道了今天自己的表现如何。到这个舞台之前，可能心里有了一些准备。那最终我们还是听一下我们这个麦老师的意见。现在张润也没有说。 正在打吊针的人，考虑到他的现在的情况，他的表现已经非常出色。Alimjon ukam sizni bak chiroyli yaxshi aytib berding. Bu yerda ishqonlarning yuqori tuvan yoki bog'lig'ida hech qanday ish yo'q. Bu bosqichga kelganda nima deyish kerak deganda, shundoq aramizda do'stlik paydo qilgan, ta'sirli minutlarimizga sabab bo'lgan Ipek Yolu Sadası programmasiga bir rahmat aytamiz bu yerda. Ondan keskinlik bilan qarorimni chiqirma. Sizning eng oxirdagi tanlashingiz İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz tiningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Şinjan Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dulkar kiygan holda kutib olaman.
Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan Dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi Dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Halqish bizni texmi yaqinlashtirdi. Har bir olgan nafaslarim besimlarimni yeniklatdi. Uning hidi nafaslarimni xushbaroq qilib, ishonchimni oshirdi. Sen bilan har uchrashganimda hidlaringdan masxush bo'laman. Seg'inganimda halqishdan hidingni turayman. Halqish xushbaroq seg'izdiri mening tanlashim. Halqish. Şinjan Halqish xalqaro savdo chekish shirkati. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desem, kola bulam shundaq bula, deb kola pashaq o'chganda. Yig'izni açsınız da mukafat chiqadi. Tartiq kola. Sartan algıç pastasını bilemsiz. Sartan pastası Sayram Gölü'nün avrishga elingan Tianshan soğuq su algisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sartan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sartan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sartan. Sartan soğuq su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamman kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dilkar Nobeyji. Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, borgancha yashirsiz. Dilkar Nobeyji. Tashqin demek vücudumga kuch-quvvat. Tashqin derdi sağlamliqimga madad. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salobat bo'lish kerak. Salobat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishligi. Pavidio. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Muborak bo'lsin, Shuhra Zhangren。Shuhra你也希望你在下一轮表现得更出色，好吗？谢谢，谢谢老师。好好准备，祝你好运。好，Yurak so'zingizni anglaylik. Rahmat ustozlarning yaxshi bahsidan intayin xush bo'ldim. Meni qo'llab, menga madad berib, mush sahnaga kelishga cho'ng yordamda bo'lgan ota-onamga, ikkinchidan meni tarbiyalab, mush kasbiy jihatda bilimlarni bergan, jiq yaxshiliklarni qilgan ustozim Mavlon Mamtimin apandimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Olimjon ustoz, sizning shu birinchi shu Paridio Yipekul sadası, shu o'rindiq aylantirish bosqichidan boshlab bugungi bosqichga bo'lgan ifodang izchil yaxshi, hech qanday chatoq yo'q. Rahmat ustoz. Faqat endi ikkimiz buningdagi yo'llarni davomli texim yaxshi holatda birga mangamiz deb o'ylayman. Bo'ldi, rahmat Mavlon muallim. Sizning texmi to'liq tayyorlik bilan, texim yaxshi ishonchga to'lib, sahnimizga g'ayur qadamlar bilan kelishingizni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Omad tilaymiz. Rahmat. Haber
Yana çoğlar öbezdeyli degende yaxşıroq tavsiya qiladigan öbezekçilik şirketleri barmı? Ba. Müşü Google xonla bezekçilik şirketiga barsanlar buldu. Öýünü bek yaxşı bizeydi, layihasy şundak yaxşı, bahasy bek muvaffaq, hem süpet kapalıtı ba. Şeýle beringlarçy. Müşü bizning Parido Yepek Ýoly sadasynyň riýasatçysy Nijat Veli Ýaqupmy aş şirketi bezetken. Ha, şundak kende rahmat. Növbetde bizning maýyllarymyzdan Ahadjan Maham bilen nazar turdy. Çykaylan çykydy. Aldy bilen saniga çykdygyny Ahadjan Maham. Tajaha vaşa ahayeti yaxşymsızlar köpçülük men Ahadjan Maham buluman. Yepek Ýol sadasy programmyz gatnaşgandan eken nakşy etişniň bir mesuliyet ekenligini es kıldım. Bu program gatnaşyş mening turmuşymyga nurgun özgörüşlerni ep geldi. Men keyinki basqyçga ötey yoki ötenmey bundan keyinki sanat hayatımny davam etmen sanat sayesinde çokum özümninki bir kişilik töhfemni qoşuşqa tirişmen. Şinjan Elqanat xabarlaşı mayırlarga ahmet tilaydi. Tabiiylik ve saplıqni asas qilib ishlangan kozur mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Payvideo sodichaklik şirkati programmamizning tajdorligini oldi. Bu programmani rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash app detali alohida talab qildi. Rayonimiz savasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Şinjan Yaşing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlik o'rnatdi. Programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari, shundoqla tartuq yurishlik kolalarimi alohida qo'lladi. Bu programmamizga sartan alga chipasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yengnur biopantexnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Biz yuqorqi şirketlarga egilib turib minnatdorligimizni bildiramiz. Ömür yol yollarını açılap kettin, açılap kettin. Ey hayat fikrim niye açılap kettin? Sen özün tüpesirge bilgen ömrüni, vay ömrüni. Men şu tütnü sırağa kaçılap kettim. Sen özün tüpesirge bilgen ömrüni, vay ömrüni. Men müçün tütnü sırağa kaçılap kettim. Şad yaşa meşkin ömrün piyale, ömrün piyale. Bir kadre tükülmüsün yer gibi zaya. Her daim piyalende meyturma sulup, meyturma sulup. Sonuda bir küniye çek yüzüp nale. Ömür yol yollarını açılap kettin, açılap kettin. Ey
hayat fikrimni parçalab ketdi. Sen o'zing tepasilga bo'lgan umringni, voy umringni. Men uchun tutmisraga qochilab ketdi. Sen o'zing tepasilga bo'lgan umringni, umringni. Men uchun tutmisraga qochilab ketdi. Mısrağa açılab ketdi. Şinjan El Qanat xabarlashi Mayırlarga omad tilaydi. Yağmur yağ, yağmur, yağmur yağ, yağmur, yağmur samağı berketli dolsun. Sımsım yağmur yağdı derizem çekip. Hayallerim şu yağmur bilen ketdi kaçıp. Sımsım yağmur yağdı derizem çekip. Hayallerim şu yağmur bilen ketdi kaçıp. Berip etdi şu yarga men sığındım. Yağmur bolgun mening söygüm xabarchi. Berip etdi şu yarga men sığındım. Yağmur bolgun mening söygüm xabarchi. Yağmur yağ, yağmur, yağmur yağ, yağmur. Yağmur sağlamağına berketli bolsun. Yağmur yağ, yağmur, yağmur yağ, yağmur. Yağmur sağlamağına berketli bolsun. Belindeki çankığa şu kızıl gülden Tamç su bergin ay çok yağmur. Könlün cigen mendi dilni kabi nigarni. Könlüge huzur ben yağmur. Könlün cigen mendi dilni kabi nigarni. Könlüge huzur ben yağmur. Yağmur
adaş, yaxşımı, yaxşı tudungmu? Bedellerin bek tepipti adaş. Adaş, men sanga Toshqin 5 xil donliq ziraat oqsil talqin demasang ep keldim. Buning oqsil nisbati bek yuqori adaş. Anandaki ishsangmi? Ang nochari qansiz. Beijing Toshqin xalqaro pay kontrol guruhi, Toshqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Tövəndə oturub anlap qaldım bugün tug'ilgan kuniga. Mushundaq yaxshi bir kunda biz bilan birlikda tug'ilgan kunni o'tkazish nisb bo'ldi. Gerçi aytganingiz tug'ilgan kun naqsi bo'lmasmi, biroq bugungi go'zal hissiyotingizni, bugungi tuyg'ularingizni yaxshi ifodalab bera oladi deb o'ylayman. Undan boshqa nazar, hammamiz yaxshi ko'radigan bir naqshini bizga ijro qilib berdi. Buning davlat tili nusxasimi bor deyman? Ha, bor. Shunami? Demak, har xil tillarda aytilyotdi. Siz yana o'zgacha bir puroq bilan o'rlab berdingiz. Undaqda ko'rmanlar ham shundaqla bizning bog'lovchilarimiz qanday tavsiyalarni berdi. Eng dastlabda Shin muallimdan boshlab mush tavsiyani anglab beqishni to'g'ri topdim. 两位歌星唱的都很好。这个各有特点啊。但是两位歌星呢都有一个共同的不足，都没有完全放开。还讲呢歌唱得好，但是呢感情各个方面好像还是没有放开。那这儿的歌呢，按理说呢它是一个流行歌曲，再能够放开一点，可能效果就更好啊。和咱们能台不是那这吧，那这。好的，还是觉得nazar相对稍微好一些。好吧，那接下来一起来听一下Ayşegül老师的推荐。 Aldı bilen Ahadcan'ın bugün qutluk döndüm tug'ilgan kunni chin qalbimdan tabriklayman. Endi nazar ismingizmi shundoq go'zal chiroyli. Endi tatinish bor, chunki sahnaning o'z oldida sur bor. Sahnani hurmat qilganinglar, san'atni hurmat qilganinglarniki oqibati deb o'ylayman. Shunga meningki endi nima tavsiyarim Ahadcan. Ahadcan. Xo'sh, Avlat muallim. Oldi bilan yana menmi o'xshashlar Ahadcanniki bugungi qutlug' tug'ilgan kunini tabriklash bilan so'zimni boshlayman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Achkilanli ijroda shunday yaxshi ijro bo'ldi. Endi tavsiya kelsak, oxir qara Mavlam muallimning o'zining qo'lida bo'lsin. Mening tavsiyalarim ukamga yana Ahadcan. Rast tavsiyami yo qaymoqtirish uchun aytilgan tavsiya? Men asosan rast tavsiya. Asosan deganlik demak %100 bo'lib ketdi. Buni yozroq bir qo'shib bo'lishi mumkin. Buni rahmat ustoz mayli qanday qilib o'shqa qat'iy nazar sizniki astoydillik bilan fikringizni bayon qilganingizdan xursand bo'ldik. Aygul xonim. Siz bek baxtlikansiz, baxtingizni ko'zdaymisin. Bundan keyin teximmi shu kasbda ro'naq tepib ko'klab ketding. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Oldindan tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Nazar voy, nima degan tatliq, nima degan umoq aytib birsiz deyman bu asarni. Sahnaga shunday chiroyli yarashib ketgan, men naqshini shunday tatliq aytib berdingiz. Mening Mavlan ustozimga tavsiyarim nazar. Nazar. Buludu undaqda biz ustozlarning bir aqır tavsiyalarini anglab chiqdik. Albatta texi eng oxirgi qarorimiz ayon bo'lgani yo'q. Navbatimiz arzu yetakchisi Muhabbat apandimning tavsiyasini anglab baqayli. Meningcha ikkilan o'zining uslubida bek yaxshi aytdi. Sizlarga ko'p rahmat. Oxirida ustozga tavsiya qilganim Ahadcan. Ahadcan. Qo'shni ayt keskin bir tavsiya bo'ldi. Undaqda Mavlon apandim, navbatda sizning bu ikki nafar mayiringiz Muşu sahnada sizden ağzınızdan qandaq bir qarar chiqishini kutib turibdi. Xedondaq sizdan tavsiyalaringizni anglab baqayli. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin Xachafka. Nima katta tug'ilgan kun bo'ldi? Mening kuzamga mas sahna bir tort. 3 jonlar tort qilsanchi qo'ygan 3 tal sham bo'lib ko'rinyapsizlar hozir. Ashamni o'tirib olgan. Endi ustozlar u yaxshi shundaq yaxshi baholarni beryapti-da. Hatto ancha-muncha bir ilqi nuqsonlarni desimi faqat quloqimga anglanmaydigan, hatto sizlarning ancha-muncha ya ezib tezib ya mashq jarayonidagi aytamagan holdalarmi bilinmaydigan, ko'zimizga ko'rinmaydigan, quloqimizga anglanmaydiganlar ketibdi hozircha bu bolalar bilan. Endi ishqillarni birini tanlamasak bo'lmaydi bolalar. Xo'sh, qandoqda mayirlar qulinglarni menga bersanglar. Sizning eng oxirgi tanlashingiz? Mening eng oxirgi tanlashim
Dehqon o sehi tabiat qo'yindan hosil yiquvchilardir. Dehqon kangir ketgan etiz qirlarida pijg'irim issiqning taptida kuyib, chekisdan oqqan tarlar bilan hayot bo'stonligimizni sug'arg'uvchilardir. Dehqon so'yimli, dehqon jafokash, mehnatkash dehqonlarimizning ajri bo'ston o'g'utlari bilan hosil bergusi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz tiningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Dada apa qaranglar mao sardan soğuq su olgi ichimligi. Soğuq su dedingmi balam? Soğuq su içmey. Sudiya ayının qiziq çayni içeyli. Soğuq su emas, sardan soğuq su olgi ichimligi. Hay adam, bu bala halva ichimligi demdim nima? Yo'q, dada apa, bu Yanginur şirketi ishlab chiqargan soğuq su olgisidan ishlangan ichimlik. Sardan soğuq su olgi ichimligi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan soğuq su olgisidan ishlangan. Sardan soğuq su olgi ichimligi. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqanları. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tizlikda qaytib, qani ichimlikni Allah desem, kola bulam shundaq bular. Deb bo'lib hashab o'chganda. Yig'izni açsınızda mukafat çıkıdı. Tartık kola. Öz əcri bilan hayoti kuchi urg'ib turgan, davlatning yeshil yemeklik ijozatnomasiga erishgan, har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yangoq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yangoq quvvat ichimliklari. Izdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. Izdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombiri saqlangan. Aqliy iqtidorlik. Izdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Ben Parizat G'iyam. 20 yıllık ekran hayatımda kino filmlerdeki rollarını şu obraz bulup urulup geldim. Güzellikimni tabiatning tabiiy so'g'isida sug'urib keldim. İslamga yaqin bu shabnam tomchilarini Pavidio nomi bilan tabiatning so'g'isi sifatida sizga berib keldim. Gul ustidagi shabnam gül bo'lsin, jur'alam bo'lsin. Siz gül, men shabnam. O'zimizga hasrat, husn qo'shilgan Pavidio bo'lay. Ahadjon maham. Barakatli. Ahadjonni qizg'onlaymiz. Yaxshi ko'rishni qilamiz. Texnik yaxshi fursatlarni ko'rishaylik. Shurak so'zingizni olaylik. Men oldi bilan shu biz uchun kuch chiqargan, jabr tortgan shu Mavla ustozlar, muhabbat ustozi rahmat aytaman. Ondan shu program orqali shu ota-onamga rahmatimni bildirmoqchi. Bo'ldi. Chunki cho'ng bo'lgan sirimiz shu ota-onalar orliq misal orliq bo'lib qoldi ekan-ku, bir xijilulash bo'lamdi yoki har xil
ko'ngildagi so'zlarimiz deyilmaydigan bir ishlar bo'lib qoldi ekan. Shunga mush program orqali men burun deyilmagan bo'lsam, hozir davolay. Hozir davolsam shu apa dada japa chekdinglar, men uchun nurg'unlagan kuchlarni chiqarib, meni shunchalik qator qo'shib cho'ng qilganlarga rahmat. Sizlarni yaxshi ko'rman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Onaqda nazar shunday bo'lsin. Hech qisi yo'q. Bugun mush qadamgacha menib kelishning o'zi ham biz hurmat qiladigan 4 nafar peshva shundaqla bir san'at yetakchisining oldida o'zingizni qo'yib turib, mushinchilik bir naqsh ijro qilmoq bu faqat oson emas. Shaxsan men qilolmasligim mumkin. Shunglashqa texnik g'ayratli bo'ling. Yanimi go'zal manzillarda sizni kutamiz. Ko'rishgacha omonlik tilaymiz. Marhamat. Bek ishim pishti qaramida qiziqarliq, yaxshi filmlarni beradigan abditlar bormi? İzdashni tushiraka? Uni qanday tushiramiz? Tushirg'ak izdash deb bassam bo'ldi. Bo'ladi ekan. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash abditali mayirlarga omad tilaydi. Oldimizda maydonga chiqadigan o'quvchilarimiz Mehmetjon Mejit bilan Amirjon. Oldi bilan Amirjon chiqsin. 大家好，我叫阿米尔阿里普。Dostlar, yaxshimisizlar? Men Amirjondan sizlarga o'tliq salom. Ipak Yo'li sadasi programmasi shu qo'yilib, mana 3-bosqich qadam qo'ydi. Hozirgi hissiyotim bo'lsa, intayin hayajonlanyapman, men shunday qilam, xushal bo'lyapman. Ipak Yo'li sadasi programmasiga qatnashib, bugun qadar men oz bo'lmagan bir natijalarga erishdim deb o'ylayman. Mavlon ustozimizning yetaklashi ostida har bir naqshininki, har bir jumla, har bir so'zlargacha ma'nosiga cho'nqur cho'kib, hissiyotlarni so'ndirib o'qishni o'rgandim. Musobaqa bo'lgan ekan, cho'qim yengilish yoki yengish bo'lib turdi. Navoda men shu bosqichda shallanib ketib qolsam, hech qanday bir o'kinishim yo'q. Nimishqa deganda, shu bosqichga kelgacha men oz bo'lmagan bilimlarni o'rgandim. Bundan keyin o'zimning to'plagan tajribalarim va bilimlarimni o'zimning o'quvchilarga shularga yaxshi yetkazsam, shularni kelgusida yaramliq bir yaxshi avlodlardan qilib tarbiyalab chiqishga o'zimning oddiy bo'lsa-mu tuhfamni qo'sha olasam deb o'ylayman. Şinjan Alqanat xabarlashi mayirlarga omad tilaydi. Balilikta bulaklarga ergiti süzük suni girvigidin sirgiti gahi çişlep gahi suda ekiti Higenanni sigindi Dumuzlarda otur verip sayda Tutqunumca uxlab qilib qayda
dashta issiq tunur beshida cho'chak ketib dostlarimni qishida chin to'mirdek batur bulush ishqida huzurlunu yegan namni sevgindi baliqda hamma narsa tatliqkan baliqda hamma narsa shodliqkan baliqda hamma narsa shodliqkan baliqda seviq minsa otliqkan baliqda yegan namni sevgindi huzurlunu yegan namni sevgindi anam yakan ashu namni sevgindi Şinjan El Qanat xabarlashi Bayırlağa omad tilaydi. Derdim dilni tirab ketdi Şadlığımni ilib ketdi ya Yetmegandek kuydirganlerim Yana g'amga silib ketdi ya Yana g'amga silib ketdi ya Kuray qaysi gülden hidinni Soray qaysi yoldun üzünni Emdi tallar ilip kelmeydu Keçen beni sığınğınni Keçen beni sığınğınni Takdir demey çarem var mı? Senden bilek nalem var mı? Giderdim kayerde bulsam Dertlerimsiz zalim var mı? Dertlerimsiz zalim var mı? Senden özge nalem var mı? Senden özge nalem var mı? Seni unutish uchun ne qilsam Çare yo'qken
rastlaşdım bölek Ne çaredir rastlaşdım bölek Ne çaredir rastlaşdım bölek Xo'sh, yuqorida Amir bilan Mehmetjon ikki nafar saboqdosh imtihonini tamomlab bo'ldi. Ajoyib chiroyli tabassum bilan manqirab turayotgan, ko'rmanlarga yuzilayotgan Aygul xonimning tavsiyasini anglab boqaylik. Mening tavsiyalarim Amir. Abdat muallim. Men hozir qadar izchil har bir bosqichda shu Mehmetjonning naqshisidan izchil uzrunib ham eng zo'r qoyillik, eng zo'r mayilligimni ifodalagan bu o'qitish ustozlarining ichida mengu deyman, shunchalik hurmat bilan qarab keldim. O'zgarib boqamsiz ya. Bugungi tavsiyalarim meniki Amirjon. Rost o'zgarishlar bo'lyapti. Demak, bizning har chaqdagi qarorimiz shu vaqtdagi ahvolga yarasha bo'ladi. Hargizmi balki mangulik bo'lib ketmasligi mumkin, shundami? Undaqda Ayshugul muallimninki tavsiyasini anglab boqaylik. Mening bu oxirgi qarorim Amirjon. Muallim, oxirgi qarorimni men chiqaray. Undaqda Shu muallim觉得两个都很优秀，都想留下，但是按照规则必须推荐一位推荐一位，那我就选择Mehmetjon吧。 Undaqda arzu yetakchisining so'zini olaylik. Menimcha ikkilan bek yaxshi o'qidi, ikkilaning naqshisidan bek huzurlandim. Ondan oxirida bir talaydigan shu tavsiya qildigan shu qilib qolsa, men Amirjonni tavsiya qilaman. Bugun Amirjonning ta'liyi hali 10dan kelyapti. Amaliyotda ta'lim emas, balkim tirikchilikning natijasi bo'lishi mumkin. Bo'ldi, ekran oldida ko'rmanlar sizlar bilan tang hayajonga cho'milgan minutlarimiz yetib keldi. Mayirlar qulinglarni menga bersanglar. Yanginur gruppasidagi bosh yetakchi ustoz Mavlon Mamtimin apandimning navbatdagi tanlishi bo'lsa, Muallim kiyimni bek yarashtirib kiysiz. Qaysi markadagi kiyimni kiysiz? Men odatda dilkor kiyimlarni kiyman. Bu dilkor kiyimlar ham xonim qizlar shundoq yarashadi deb o'ylayman. Ham bek sufitimi bek yaxshi. Uning ustiga shunday yarashimliq raqlarniki sufitimi bek yaxshi bo'lg'achqa men shu dilkor kiyimlarni kiyishni yaxshi ko'raman. Men bu yerga berib ko'rib baqsam bo'ldi-ki. Ko'rib beqing shundoq nurg'un posondir bor. Birinchi darajalik mukofotga erishgan Mayirni Shinjon Pavideo savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishgan Mayirni Shinjon Belikyar elektron fan texnika cheklanish shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishgan Mayirni Shinjon Yashin tibbiy dorigarlik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan mukofotlaydi. 4-chi darajalik mukofotga erishgan Mayirni Beijing tashqi xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 5-chi darajalik mukofotga erishgan Mayirni bo'lsa Shinjon Yangnur biofan texnika cheklanish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Biz barliq Mayirlarning mana shunday katta mukofotlarga erishish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Oxirgi tanlashi Amirjon. Muborak bo'lsin. Amirjonning keyingi bosqichga muvaffaqiyatli qadam olganligini qizg'in tabriklaymiz. Muborak bo'lsin, tayyorligingiz qutlug' bo'lsin. Mehmetjon amaliyotda men o'zimning bir o'quvchisi yoki shogirdi degandan mening shu kasb yo'ldagi bir og'ini kasblishim. Endi garchi yashaman desa kichik bo'lsa-mu, lekin kasb yo'lda mening bir sirdishim, sanga bo'lgan tushuncham shu meningki. Ko'rmanlar Mehmetjon Mijit degan yigitni esinglar tutsanglar, bu yigitdan yana davomli chiroyli yurikinglarni larziga soldigan chiroyli ijodiyatlar, o'zining aytishida chiroyli naqshlar cho'qim chiqdi. Uning uchun o'zi tirishidi. Menmo yenda izchil buningdan o'zimning qanchalik tirishchiligim bo'lishini ko'rsatma. Bo'ldi Mehmetjon oldimizda. Yo'llar bek uzun, qani yurak so'zingizdan olaylik. Rahmat. Aldi bilan mushu salom qazim qilib qolmasin dadam oldin ko'rsa gapirgan shu. Mushu hurmat sahibi, mushu oldingizdagi 4 ustozga imtiyozingizdan foydalanib mening salomimni yo'llab qo'ygan bo'lsangiz deb oldi bilan dadamning salomini sizlarga yo'llayman. Barcha o'rtoqlarimdan salomni sizlarga yo'llayman. Keldigan chaqdlarga men ideyajatni tayyor qilib kelgan, men balki bek og'siq ketamisanmi? O'sha eng beshidlarga o'sha o'zim ko'nglimda o'ylab fikr
kelgan arzu armonim asos jihati yetdim. Eng oxirisida mushu meni har qaysi jihatdan tarbiyalab qo'ygan mushu hurmatli ustozlarimga chin ko'nglimda rahmatimni bildiraman. Rahmat. Bo'ldi. Ana naqta, yana texnik yaxshi kunlarni ko'rishaylik. Marhamat. Bizning tuvanda maydonga chiqargan ikki mohirimiz Subhi Anvar bilan Chongchong. Boshda Subhisiz chiqing. 大家好，我是苏比爱你们。Yaxshimsizlar ko'pchilik, men Subi Nuranvar. Bundan keyingi aylan musobaqada chalinay yoki talinay muzikani o'zimning davomli qiziqishi sifatida ko'rib, buni texnik rivojlantirishga tirishma. Muzika menga nurg'un ko'p narsalarni olib keldi. Addisi bu qatimliq musobaqa qatnashgandan yoqi o'zimga bo'lgan ishonchim texnik oshdi. Shu bundan keyin muzikani o'zimning qiziqishi qatorida menga davomlashtirishni umid qilaman. Şinjan Elqanat xabarlashi bayırlarga omad tilaydi.梦里梦见醒不来的梦，红线里被软禁的红，所有刺激剩下疲乏的痛，在无动于衷。从背后抱你的时候，期待的却是他的面容，说来是在嘲讽，我不太懂，偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重，过度使用不痒不痛，难受透红，空洞了的瞳孔，终于掏空，终于有始无终，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐，玫瑰的红，容易受伤的梦，握在手中却流失于指缝。红是朱砂痣烙印心口，红是文字血般平庸。时间没换那仅有的悸动，也磨平激动。从背后抱你的时候，期待的却是他的面容，说来是在嘲讽，我不太懂，偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重，过度使用不痒不痛，烂熟透红，空洞了的瞳孔，终于掏空，终于有始无终，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐，玫瑰的红，容易受伤的梦，握在手中却流失于指缝，又落空。心缠绕心中，终于掏空，终于有始无终，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐，玫瑰的红，容易受伤的梦，握在手中却流失于指缝，又落空。在骚动，被偏爱的都有恃无恐，玫瑰的红，容易受伤的梦，握在手中。
家好，我是陈晨，现在也是非常激动，也有点小开心，能够进到我们丝绸之路之声的第3轮比赛了。比赛期间呢，认识了很多好朋友，也确实他们都相当的优秀，我的压力也是非常的大。那也可以说明我们这个比赛也是含金量相当的高，我也希望能够在这里能够证明自己，也能够希望在这里让我的父母能够看到我，让他们开心，也让我的朋友能够认可我。Шинжаң Алқанат хабарлашы, Майырлаға Ахмет тілегі.
yana ikki mayır o'zlarining yoqimli naqshlarini ijro qilib bo'ldi. Undaqda bu ishkalarning eng oxirgi xulosa chiqishdan ilgari Ayshugul muallimninki tavsiyasini anglab boqayli. 我就是长话短说吧。我的就是给建议，我的就是建议就是Subinur。好的，Abdullah muallim，sizning tavsiyangiz？怎么说呢？就必须要推荐一个。birini masanlimizga bak amroqligim kelib o'tdim shundoq chiroyli aytdi naqshini haqiqatan 怎么说呢就必须要现在这个没什么大的区别的情况下有推荐一个的话我就要推荐陈晨好的Aygül老师随便的音色太好听了尤其是他的那个第一段开头的时候 Жоңшан чүй мау төен аваз районлар шунда чырайлык экен сезнең укым. Ләкин юқоры авазга чыккан вакытта сезне сәл вакырап кылышпа икән чөфкем. Мушуны әгәр яхшы бер контроль кыласыңыз, менчә сез келгүсте бәк яхшы нақчы булып китә аласыз. Көзем көрүнүп турды, сезнең истикбалыңыз бәк парлак. Чәнчән 也是唱得特别好，而且从头到尾都是没有一个瑕疵，挺好的。 特别好，我的推荐是晨晨。好的，接下来我们一起来听一下沈老师的建议。必须要推荐一位，真的是推荐这个晨晨。他这个他这个唱的确实是，一种享受。接下来我们一起来听一下梦想导师对麦老师的推荐是哪一位？我觉得。 两位歌手有自己的特色，而且那个声音辨识度特别高。如果最终要推荐一个的话，我会推荐程程。接下来一起来听一下我们的某兰导师给大家给多少分？首先感谢两位，我觉得两位都非常出色。最后我的决定是，最终您的选择是。 程程，祝贺晨晨，希望你在下一轮表现得更出色，好吗？谢谢，谢谢。好的。 Bayam ustozlarımı yaxshi baholanib berdi sizga. Sizga yana deydiganim siz mush kasbning siz materialisiz-ku. Siz mush kasbda yaxshi tirishsangiz, qag'ini men qo'limdagi yordamni qilmay siz yaxshi natija qozona olasiz. Davomli tirishing, qo'limdan kelgandek ishlarda men yaningizda. Odat ma'lum, shunaqa minnatdorligimni bildiraman. Bizningki tankash muzikalarda qanday masalalar bo'lsin, hammani muhabbat ma'lum bir qo'lliqamiz hal qilib, shunaqa yaxshi yordamlarni qildi. Shunga ota-onamga, do'st birodarlarimga, ma'lumlarga, hammalarga rahmat aytman. Rahmat. Bo'ldi. Subinur Salim amaliyotda balkim siz bugun yaxshi aytolmadingiz emas, sizningki raqobatchingiz texnik kuchliroq kelib qolgan bo'lishi mumkin. Biz mag'lubiyatga yo'liqmoqchilik muvaffaqiyatning yoki g'albining ulug'ligini toza his qilib bo'lmaymiz-ku. Shuningdek, mushundaq tavlinish jarayonida biz pishib ketilamiz. Sizga omad tilaymiz. Ishlariniz xayrli bo'lsin. Rahmat. 亲爱的观众朋友们，我们本期节目到这里跟大家说再见了。Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, 5-chi qarar Pavideo Ipak yo'li sadosining 3-chi bosqichi, ya'ni imtihon bosqichidagi Yangi Nur guruhining musobaqasi mushada oxirlashdi. Biz qolgan mayirlarning navbatdagi musobaqalarda natijasining utuqli bo'lishini umid qilish bilan birga ekran oldidagi sizning keyingi son programmamizda dal vaqtida ko'rishingizni orzu qilamiz. Keyingi sonda ko'rishgacha omon bo'laylik. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Xayr xo'sh. Sevginin yok cigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Sevginin yok cigrası Hoş avazlar seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Sevginin yok sigrası Hoş avazlar seynası İpek yolu sadası Gümüş bağlar
iman yeter dilekte. İpek yolu sadası, süygünün yok cirası, hoşamazla seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, süygünün yok cirası, hoşamazla seynası, İpek yolu sadası.